Çoğun kılınlar, insanlardan ihtiyat kılınlar, kanunlu boysununlar. Hatırcam boğan, biz ballarını bekip qatarığı koşumuz. Senin intikamını alımız. Kadirli dostum. Hatırcam yatqan, ballarını obdan terbiyeleymiz. Sendek batur, akıllı qıp yetiştirimiz. Elveda dostum. Çoğun öcünü alımız. Çoğun öcünü alımız. Endi to'liq qutuldik. Xalqimizni qilalaymiz. Sher podshoni insonlar etib tutdi. Uning bolalarini do'stlar baqadigan bo'pti. Rasma? Siz benim anlab ular jig'ini aytyapti. Darhol ularga endi o'zingizning podsho bo'lganligingizni ayting. Sher podsho bizdan ayrilgan bo'lsa-mu, biz tushkunlashmasligimiz kerak. Uning 3 bolasining turmushini o'rlashtirish uchun bu yig'inni chaqirdik. Uning bolalarini kim tarbiyalaydi? Mush to'g'riliq so'zlashaylik. Bu pek addiq o. Menajəsinin ciyan qızın balı tərbiyələşkin mahir. Sen bu ballarını bir odan qatarğı qoşu aldı. Baroning degani to'g'ri. Uning ustiga jiyan qizining bolalari ular bilan taqdimatlik. Bizmi tarbiyalashga yordamlashimiz. To'g'ri. Hammamiz o'z tajribalarimizni ularga o'rgatamiz. Agar qo'shilsang, ular jiyan qizining uyida tursin. Bu sen uchun sharaf, jiyan qizim. Çağmamdan yetiştirişimi. Sizlar shirni 3 bolasi bor deb o'tadilar. Bu yerda ish qistirdik. Ish qistirdik, bizlar ketgan. Çoqum sen baqish ketibdi. O'g'ish raq ketmadi, bir yerda uxlab qolgandi haqqacha. Chapsaz deyli. Simba! Simba! Yo'lbars silikonni qo'lga tushib qolmasin. Simba! Bakmo ansirab ketmanglar. O shiraq ketmaydi. Qo'sig'asi qaytib keladi. Qog'dan so'rab boqayli. Rajim uni ko'rdingmi? Yo'q! Oldi tarafga berib boqayli. Ajab ansirabdi. Ishkonlar oyoqqa beringlar. Simba! Yo'q. Bu yo'lbars tutadigan to'zaq. Simba! Anladingmi? U uyg'onslar to'zaq tushib ketadi. Bir amal qilib uni olib ketaylik. Bakira sarang bo'pti. Podshoning o'g'lining xatarga yo'liqqanligini ko'rib, aqlidan ezibdi. Bo'ldi. Uningdan apple so'ray, u sarang bo'lmabdi. Biroq bayrastili sarang o'xshab qoldi. Biz insonlarning to'zg'idan yana bir qatim qutuldik. Simba qutuldi. U sarang emaskan, ishonishga arziydi ekan. Rost shundaqkan, yana birday uningdan apple so'rsam bo'g'idek. Rost. To'g'ri. Qoplan bayqimgan bo'lsa, Simba mudodisini yeniga ketarkan. O shundoq tatlı uxlab ketibdi. Uyg'otish tez tushadigan bo'ldi. Yordam lozimmi? Uni uyg'otishga amalim bor. O'rnib baqqan, ehtiyot qil. U bek kichik. Bak yaxshi oldu. Sen ahir xatardan qutulding Simba. Bu yoqda xatarli ish oldu. Ilmi ta'lim varkan. Qoplan bilan pilg'i rahmat etsin, shuna qutuldirdi. Ha? Aya qara. Bu to'zaq bek xatarlik. İnsanlar bizni tutqun qurgan tushundingmi? Taxas bo'l, o'rmonliqning hamma yerda to'zaq bor. Dadam o'lib ketdi. Nima dedim?
Şığlama balam, bundan keyin sen bizning uyda tursan, men seni boqaman, ha? Şığlama. Shundoq sen bor. Yo'q. Dada! Jimroq to'g'la, ularning nima deyishayotganini anglayapmidi? Alileri Şir Padişah ölgenden keyin özleri ormanlıqның şahi bo'lib qoldilar. Sili ulug', qudratli, kelishgan. Silni hergiz aldamayman. Dunyoda siliga yetadigan güzel hayvan ya. Bo'ldi, gap qilishma. Bu yerda men xo'jayi. Agar bo'ysunmasang, qandoq oqibatga qoldiganligini bilasan. Men bak rahimsiz. Bo'ldi, gap qilishma. Sirtlan. Bo'lmasa dastlab mejig'ingni chiqarib ketaman. Bana işleri ağır sol alileri. Ala. Benimki, qaytırma benimki. Buyruqlarımı kütüvatman alileri. Tushungan bo'lsang yaxshi. Podshoh Shirning 3 bolasini o'ldirib Albatta, buyruqlarına boysunuşum gerek ama o üçünü hemmeyle qo'davassa. O sening ishing. Amal qilib ularni o'ltarsang bo'ldi. Hop alileri. Biz hazırlı barayli haliyle qandaq, ha? Beringlar, yana nima qarab turibsan? U o'rman shoyi bo'lib qolsa, faqat bo'lmasak bo'lmaydi. Bo'ldi Simba, ko'nglingni buzma, g'ayratli bo'l. Seni tushunaman. Men sana o'xshash, mening ota-onamni insonlar o'ldirib atgan. Biz o'tdan yashab cho'ng bo'lsaqla intiqom olalaymiz. Ota-onamiz uchun intiqom olamizmi? Ha, shunda. Nima deyishyapsizlar? Sizlar intiqom olmoqchimi? Sizlar qanday intiqom olishni bilishinglar kerak. Aql farosatga tayanmay, qalayimqon so'zlab, qaramli qilib, yosh to'kish bilan intiqom olib bo'lmaydi. Uqdinglarmi? U bak qerib ketdi. Haq ta'lim berishga shundoq amroq yana kelib to'la gap qiladi. Bak ko'tku, gapiga quloq solma, ha? Ma'qul uqdim. Xo'sh. Taqas bo'l. Berib ketdim. Sinba, mana men. Menmi bak. Yaxshi, balalarım. Endi uxlanglar, ha? Berib ketdim. Shunda uyqum kelib ketdi. Talashmanglar, balalarım. Sen uxlanglar. Mening desam, talada uxlashga amroq-ku, ha? Shundaqmi? Uxlashqa, bak obdan o'ynayapman, uyqum kelmadi. Meningmi kelmadi. To'g'ri, talada uxlaylik. Ota-onam o'lib ketgandan beri mustaqil yashashga tirishyapman. Seni tushunaman. Mening Pinbo bilan talada yetishimga qo'shilamsiz. Ma'qul. Men seni qo'g'dayman. Bo'ri ona, sen bilan talada yetishimga qo'shildi. Bo'ptimi? Bo'pti. Ular o'zlarini ko'rsatmoqchi. Ular yana bir qarab olay. Talada yotganini serkin ko'rib qolsa, ish chataq, kirib ketaylik. Nima? Sen aramag. Berib ketdim. Bugun akşam ularni men qo'g'day. Ma'qul emisa, men uxlay. Endi men sizlarga kitob o'qib beray. Mish yo'qliq bova, hikoya aytib bering, ha? Bizga nimishqa kitob o'qib bersiz? Men sizlarga keyingi yo'lni ko'rishni, dunyoni tanishni o'rgataman. Sizlar o'rganib, bilim egilishinglar kerak. Buni esinglarda chin tutinglar. U har kuni shundoq demdi. Shundoq, ularning hammasi tirishib bilim egilanglar, turmush o'rganinglar deydi. Ay qara, ular tek uxlaydi. Chapsan uyg'otaylik. Bimbo! Uyg'onmaydi-ku. Yana bir to'g'laylik. Bimbo! Yana boraylik. Yana
baraylı. Hay! Bimbo! Qoqsarda shirni o'yg'i chiqib ketilgan kim? Ajab yamankina, sizlarni yeb kuchlik bo'lsin deb daraxt yopirmog'i ekeldik. Sen har kuni yeyishing kerak. Chopsa ye. Men ye. Biroq men degan shir yopirmoq ye deysan-ku. Bilishing kerakki, men toshqon yeyishga amroq. Toshqon yeysa kuchlik bog'lib olmaydi. Men sana o'simlikning go'shtga o'xshashli oziqlik bo'lganligini ko'rsatib qo'yaman. Men buni yeb boqmagan tursam. Yeb baqqan nashtada mushni yesang bek yaxshi bo'ladi. Biz har kuni sizlarga o'simlik akab beramiz. Meva akab beramiz. To'g'ridan aytinglar. Xo'sh. Xo'sh. Ular odamni bezar qiladi. Endi bundoq aytgan kelib olmanglar. Xayr, xo'sh do'stlar. Xo'sh. Ulardan shundoq seyrikdin. Ay, yigitlar, quloq selinglar. Uxlashdan burun men sizlarga o'rmon tasvirlangan bu kitobni beraman. Obdan uyguninglar. Tutinglar. Akşamı yana o'qiymiz. Vaqt to'shdi, uxlanglar. Bo'ldi, kashti so'zlashayli ballarim. Shunaq bo'lsin. Xo'sh. Tez bo'l Simba. Ishkilanma. Nega boramiz? Obdan yerga boramiz, bo'lashdik. Mening shundoq ushqim bor, o'gitib qo'yamsan. Sen uçamaysa, bek ig'ir qandingmi yo'q? Simba, tez bo'l. To'xta, meni saqlab tur. Qaranglar. O Simba ekan-ku. U suvda minib yuradi-ku. Bu mumkinmi? Bu suvda qanday ma'laydi? Xarid ish qildi. Shunga deyman, buni darhol yo'l osqanlarga ma'lum qilay. Ular qara, ularga. Bimbo bilan Simba ekan-ku. Yo'lbos Alilar o'qisa xap bo'ladi. Sen texchi Simbani yo'qtamabsan-ku. Qara, ular suvda minib yuradi-ku. Qara. Xata ko'rmagan deyman. Xata ko'rmadim. Biz men darhol Alilarga xabar qilay. Men to'xta. Men bu ishni Alilarga xabar qilsam, menga bir parcha go'sht in'om qilish mumkin. Qanday xabar olib kelding? Alilar, nima ishligini uqmadik. Maymun ishimiz aniq ko'rdik. Simba bilan Bimbo suvda minib yuradi. Badallari yo'lma, Ko'kalva, meni qo'rqitmoqchimsan? Seni o'ldirib etmaydigan bo'lsam. Nima bo'ldi? Oy, ko'zingni och. Mushiga keldi. O'zingni mushi ol. Men sana birini beray. Ol. Men adovat tutmayman. Bu assangmi yeydigan narsa beraman. Rahmat Alilar. Yeb bo'lgan bo'lsang bu yoqqa qara. Haqiqiy ahvolni da. So'zla. Men po'atmadim. Bimbo bilan Simba asla ko'lda minib yuradi. Mumkin emas. Har qanday hayvon suv ustida maqamaydi. To'g'ri, biroq men ko'rdim, maymunlarni ko'rdi, hammasi ko'rdi.
Biroq bu ishning cho'qim bir sababi bor. Sen aniqlab kel. Men sababini aytib bo'lgan. Shunisi siz meni kalvada tillab ketdingiz emasmi? Kalva. Bo'ldi. Bir qulog'ini tutib kel. O'ziga degizimi? Bam, chopsam bo'l. Bo'l. Bo'ldi. Bugun meshagichi bo'lsin. Endi ati o'ynaylik, ha? Timsoh aka, men ama so'yizishni o'rgangim botdi. O'rgitib qo'yamsiz. Mumkin emas. Nemishqa? Sen shirmo. Ha. Əmisa sen tug'ilishindilla suvda uzanmaysan, quruqlikda yashaysan. Uqdingmi? Shu emasmi? Qo'shiqchi qo'lay, rahmat. Xo'sh. Xo'sh. At ko'rishaylik, xo'sh. Xo'sh. Ula geldi. Eğer kaçırıp koysam göş yemeyim tek cezağı tabilemem. To'xta. Ula kaçtı. Ay, oy işit. Atla. Diqqat qil, to'zaqida suvma, ha? Qandoq nima bu? Tini va beshi yo'q. Ba, kaynigra yinib qara. Sirapa o'rmonliqdagi eng egiz hayvon. U bek muloyim. Qara, beshini ko'tarmaymi? Yiroqni ko'ralaydi. Shundoqkan, beshi daraxtini egizgan. Yaxshimisizlar bolalarım? Sizlarni burunli ko'rgandim. Sen Simbami? Men ama boynim uzun bo'z bo'ptikan. Amis chiqa. Ma'qul. Chopda. Ishi qilib ketadigan bo'ldim. Qapma balam, sen kichik bo'lsangmi jur'atlikansan. Simbaning bu yerga tunji qitim kelishi, u uygundigan narsalar Bugun onu do'stlarimga tanishtirg'il akagandim. Bundan keyin texmi botirib ketadi. Bu faqat vaqt masalasi. To'g'ri, deganing to'g'ri. Biroq darhol bu yer opanglarni yana qaytib ketinglar. Ular sizlarni izlayotdi. Sen o'zga kelishimni xohlamsiz? Simba, chapsanman. Kelgan bo'z keleva. Chiqinglar, qaytib ketinglar, tez. Ben bu, nega vardinglar? Bek ansirab taraf-tarafni izladim. Bilishinglar kerakki, kichiklar jiroq yerga bosib bo'lmaydi. Timsohning dumbisda o'ynadik. Qandoq gap bu? Ular so'zlamaydi. Agar so'zlasa mundoq qoladi. Suv bilan to'shidi. Kulgidek nemisi bor? Timsoh ati o'gitib qo'ydigan bo'ldi. So'yizishda o'g'irib oldigan bo'lsam, sizlarni men zo'liq qilaman. G'alva qilmanglar. Men xafa bo'laman. Sizlarning urushinglarni yoqtirmayman. Jim bo'p, uanglar kirib ketinglar. Endi tamoq yeymiz. Tamoq yeb bo'p, yugurish musobaqasi qilamiz. O'yin o'ynaymiz. Ha? Nim bo'lding sen ba? Xafa ko'rinsan o. To'da bisim kep qoldi. Ko'nglingni yerim qilma. Kirib tamog'ingni ye. Endi yaxshi bo'ldi, ha? Hammanglar yuvash, gap anglaysizlar. Bo'ldi, kirib ketinglar. Avval tamoq ye. Bo'lmasa ular yeb bo'ladi. Sana qanmaydi. Sen qandaq chog'da qandaq ish qilishni o'rganib olishing kerak. Men moniyayman. Bu uchini yaxshi tarbiyalanmay qolamanmikin deb ansirayman. Ular kuchli ham aql farosatlik bo'la olsa, ondan yashay oladi. Men chamimni yetishtirishman, chunki men ularning dadisini hurmatlaydim. U ulug', botir, fazilatli podshoh edi.
Aral! Aral, bolam. Chesti, bolam. Meni, ballarımni padişah qutuldurup algan. Sinba bilen iki inisi yeni ailege a'zo bo'ldi. Sinba yana Binbo ismli do'st topdi. Binboning yordami bilan Sinba o'rmonlikdagi nurg'un maxfiyatliklarni bayqadi. Padişah Shirning do'stlari uning ballalarini beqishga ma'qul bo'lgan. Ammo qandoq qilganda ularni dadisidek aqlliq, kuchlik, botir qilib tarbiyaligili bo'ladi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.